Assalamu alaykum. German tili o'rganayotgan do'stlar, yaxshimisizlar? Bu videoda men sizlarga german tilidagi savol so'zlarni qisqacha tushuntirib o'taman, o'rnak misol jumlalar bilan. Ya'ni we fragen. German tiliga boshlashdan burun o'zimizning Uyg'ur tilimizni bir eslab o'taylik. Savol so'zlari degan yoki savol almash degan nima degan vaqtinglarda shaylar va ularning xususiyatlari, soni, miqdori, o'rni, vaqti haqidagi savolni ifodalaydigan almashqa biz savol almash yoki savol so'zi deydik. Endi masalan, ular qaysilar desanglar, kim, qayer, qancha, necha, qanchalik, nechilik, qandoq, qaysi, qachon, qani, nimishqa deganga o'xshash. Masalan, ekran qarasanglar, men sizlarga bir Uyg'urcha dialog berdim, o'rnak shakllik. Masalan, ismingiz nima, qayerdan keldingiz, qancha yoshga kirdingiz, qachon o'qish bitkizgan, siz qanday kitoblarni o'qiysiz, sizning keyingi orzungiz nima, qaysi tilni tadqiq qilasiz deganga o'xshash bu savollar, ya'ni german tilidami shu xil savollarni so'rashni bilish uchun savol so'zlarini cho'qim o'rganishimiz kerak. Hamda bu savol so'zlari nima uchun muhim desanglar, til degan nima? Til ma'lum bir ehtiyojimizni hal qilish uchun, ma'lum bir qiyinchiligimizni hal qilish uchun, boshqalar bilan aloqa qilish uchun ishlatiladigan vosita. Hamda Germaniyaga kelgandan keyin yoki Germaniyada yashash jarayonida boshqalar bilan dialog qura olish uchun, boshqalar bilan aloqa qila olish uchun, masalalarimizni hal qila olish uchun bu tilni ishlatishimiz kerak. İşletish uchun, ya'ni boshqalar bilan dialog qurish uchun savol so'zlarini bilishimiz kerak. Bo'lmasa boshqalarning so'ragan savolini tushunmaymiz va uning to'g'ri javoblarini berolmaymiz. Ham shundaqla boshqalardan biz savolni o'ylagan savollarimizni so'rayolmay qolamiz. Shuning bu savol so'zlari bek muhim. German tilidagi savol almashlari 6 xil bor. Wer, wie, was, wann, wo, warum. Men bir nechini qo'shib, jami qo'shib 9 tal savol almashlarini, ya'ni savol so'zlari deb tushuntiraylik. Savol so'zlarini berdim. Bular was degan nima degan gap, wo qayerda, wann qachon, warum nima uchun, wer kim, woher qayerdan, wie qandoq, wohin qayerga, welche qaysi. Men bu 9 so'zni ayrim-ayrim o'rnak misollar bilan tushuntirdim. Birinchisiga qaraylik. Birinchisi was. Was degan nima degan gap. Was ist das? Bu nima? Was ist los? Nimish bo'ldi? Was machen Sie? Siz nimish qilyapsiz? Sie, ya'ni siz. Siz nimish qilyapsiz? Was machen Sie? Agar sen nimish qilyapsan bo'lsa, was machst du? Oxirgi jumla kasbingiz nima, kasblaring nima degani was sind Sie von Beruf. Bu jumlani yodlab olsanglar bo'ldi. Chunki dialog qurishda, boshqalar bilan paranglish jarayonida bek jiq ishlatsizlar buni. Was sind Sie von Beruf? Ikkinchi so'z qaranglar. Ikkinchi savol so'zimiz wo. Wo degan qayerda, nada degan gap. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Sizlar nada o'ltirlar? Sizning uyingiz nada? Ya'ni siz, sizlar degan ma'nosi bor emasmi? Wo kann ich schlafen? Men nada uxlay olayman. Wo bist du? Sen nada? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Sen nerede işleysen? Wo lebt Merkel? Merkel nerede yaşaydı? Wo arbeitet er? O nerede işleydi? Üçüncü sual sözümüz wann. Wann kaçan degan gap. Wann gehen wir ins Kino? Biz kinoxonaga qachon boramiz? Bu kino degani Uyg'ur tilidagi kino emas, German tilida kino degani kinoxonani ko'rsatadi. Wann gehen wir ins Kino? Biz kinoxonaga qachon boramiz? Wann kann ich nach Hause gehen? Men qachon uyga ketalayman? Wann kommst du? Sen qachon kelasan? Wann fährt der nächste Bus? Keyingi avtobus qachon mangdi? Wann sehen wir uns wieder? Biz yana qachon ko'rishalaymiz? Wann hilfst du mir bei der Gartenarbeit? Sen qachon mening bog' ishlarimga yordamlashasan? Wann, ya'ni qachon degan ma'nosi bor. To'rtinchi so'zimizga qarasak, warum veya wieso. Wiesoni hozircha bek bilmasanglar bo'ldi, ammo warum ni bilishinglar kerak. Bu nima uchun, nimishqa, nima sabab bilan degan ma'nolari bor. Warum kommst du nicht zur Party? Sen nimishqa yig'ilishga kelmaysan? Warum kommst du zu spät? Sen nimishqa buncha kech qolding, buncha vaqtga kelsan? Ya'ni sen nimishqa buncha vaqtga kelsan? Warum ist die Banane krumm? Banan nima uchun egri? Ya'ni shakli nima uchun egri demakchi. Warum veya wieso wollen Sie nach Deutschland kommen? Sen Germaniyaga nima sabab bilan kelding? Ya'ni siz Germaniyaga nima sabab bilan keldingiz? Yoki sizlar Germaniyaga nima sabab bilan keldilar?
degenge o'xshash. Warum kommst nicht ins Kino? Sen nimishqa kinoxonaga kelmaysan? Wieso gehst du nach Hause? Sen nimishqa uyingga ketasan? 5. sual sözümüz. Wer? Kim degan gap, bu ma'nosi kim? Wer ist das? Bu kim? Wer sind das? Yani das degani hem bu degan ma'nosi bor, hem bular degan ko'plik ma'nosi bor. Hem bu das derdi dasdagi das emas. O das mı olmuş da yazıldı ama yani ayrı ma'nosi bor demakchi. Ondan keyin wer ist da? U yerdagi kim? Wer kommt mit mir? Wer kommt mit mir? Kim men bilan keldi? Wer hat heute die Hausaufgabe nicht gemacht? Kim bugün topshiriq ishlamadi? Bir necha jumlada bo'lishsiz jumla shaklini ko'rdik. Nicht yoki kayne bilan bo'lishsiz jumla yasaymiz deb ayrim kichik bir qisqa video qilgandim. Ya'ni german tilida bo'lishsiz jumlalarni qanday qilishni bilmaydiganlar shuni videoni ko'rsanglar bo'ldi. 6. sözümüz woher. Qayerdan, nereden, qayerdan. Woher kommst du? Sen qayerdan kelding? Yani sen nelik yurtini, memleketini so'rashda ishlatadi. Woher kommen Sie? Sizlar nereden keldilar? Siz nereden keldiniz? Woher kommen die Tomaten? Pomidorlar qayerdan keldi? Yani pomidorning yurti nerede ishlangan, nerede o'sib yetilgan demakchi, ha? 7. sözümüz wie. Wie qandaq degan gap hamda. Qandaq. Wie kann ich Ihnen helfen? Sizga qandaq yordamchi bo'la olayman? Sizga qandaq yordam qila olayman degan ma'nosi bor. Wie heißt du? Wie heißt du? Isming nima? Seni qandaq ataymiz, yani ismingni qandaq ataymiz demakchi, ha? Wie alt bist du? Sen qancha yoshga kirding? Endi bu wie asli qandaq degan ma'nosi bor, ammo ba'zi jumlalarda ma'nosi o'zgarib ketganligiga diqqat qilsanglar, nimishqa desanglar, wie degan so'zning keyingi bir sifat kelgan vaqtida qandaq degan ma'nosini yo'qotadi va boshqa ma'nolarni ifodalaydi. Shunga wie alt bist du? Sen qancha yoshga kirding? Buni o'rganinglar, chunki boshqalar bilan dialog qurganda, masalan, o'zinglardan kichik bolalar bilan paranglashib qilib qolsanglar, parklarda deyli. Qancha yoshga kirding? Qancha sinfga borsan? Maktabing qaysi maktab deganga o'xshash savollarni so'rashda lozim bo'ldi. Ya'ni dialog qurishda, boshqalar bilan aloqa qilishda lozim bo'ladigan jumlalar. Wie alt bist du? Keyingi jumla qarasanglar, wie bitte? Nima deysiz? Ya'ni boshqalar sizlardan savol so'raganda savolni tushunmagan bo'lsanglar, qayta savolingizni deb bersangiz bo'pti, tushunmadim. Nima deganingiz? Deganga o'xshash, ya'ni tushunmaganliklarini ifodalashda ishlatiladigan so'z, jumla. Wie bitte? Desanglar bo'ldi. Keyingi jumla. Wie viel Uhr ist es? Ya'ni soat qancha bo'ldi deb savol so'rayapti. Es ist 15 Uhr. Hozir soat 3. Wie ist deine Adresse? Adresangiz qayer? Adresangiz qandaq masalan. Bu muqim bir jumla shaklida o'ylanglar. Wie ist deine Adresse? 8. Wohin. Wohin degan qayerga, naga, yo'linishni ifodalaydi, ha? Wohin fliegst du? Sen qayerga uchasan? Wohin gehst du? Sen qayerga borasan? Oxirgi so'zimiz welche. Welche. Bu birinchi jumla qaranglar. Intayin jiq ishlatiladigan jumla bu. Boshqalar bilan dialog qurishda. Ismim palonchi degandan keyin yoki sizlarning yuzinglar, kiyinishinglar bularga germanlarga o'xshamagandan keyin sizlarni chet ellik deydi. Shunda qaysi davlatdan kelding? Qaysi xil tillarni so'zlaysan deb bu savollarni so'raydi. Masalan, sen qaysi tillarni so'zlaysan yoki siz qaysi tillarni so'zlaysiz deganni. Welche Sprachen sprechen Sie? Bu jumla bekçe qishlatisizlar, yodlab olinglar shunga. Welche Sprachen sprechen Sie? Siz qaysi tillarni so'zlaysiz? Ikkinchi jumla. Welche Tasche tragen Sie? Siz qaysi somkani olasiz? Ya'ni biz ayollar somkasi qamroq bo'lamiz, har xil somkalar. Ya'ni shu somkalardan qaysini olasiz deganda. Welche Tasche tragen Sie? Qaysi somkani olasiz? Oxirgi jumla. Welche Jacke möchten Sie kaufen? Qaysi chapanni elishni xohlaysiz, setib olishni xohlaysiz? Welche qaysi Jacke chapan möchten xohlash. Sie degan sizlar yoki siz, kaufen setib olish degan gap. Shunga qaysi chapanni setib olishni xohlaysiz? Welche Jacke möchten Sie kaufen? Mana bu 9-chi so'zimiz welche qaysi. Qayta bir takrorlab o'taylik. Biz bu videoda 9 tal savol so'zini o'rganib o'tdik. Birinchisi was, nima. Ikkinchisi wo, qayerda. Üçüncüsü wann, qachon. Warum, nima uchun. Wer, kim. Woher, qayerdan. Wie, qandaq. Wohin, qayerga. Welche, qaysi.
Әмсә bu sual sözləri başqalar bilan paranglışalaş üçün, dialog quralaş üçün, aloqalashish üçün intayin mühim. Şoňa hammalarning yadlab elişinglarni tavsiye qilma. Keyingi videoda görüşeýli. Xeyir xoş. Tschüss.